Qizim. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Kel qizalog'im. Senga savollarim bor. Tayyorman otajon. Barakalloh. Diqqat qil. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Kabatulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chaqir yorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna val jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni. Undan keyinchi? Ota-onamni. Undan keyinchi? Barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhissalom uning elchisidir. Barakalloh. Do'stim, men ushbu savol-javobni sizlarga ham ilindim. Yod olish esingizdan chiqmasin. Sizlar ham musulmon do'stu birodarlaringiz, oilangiz, farzandlaringiz bilan buni baham ko'ring.